Bugun birinchi kun mana mollarimiz yaylovga ketyapti. O'zlari ham oshiq ketyapti birinchi kun. Bahor ularda injiq kelganiga mollar ancha kechroq chiqdi yaylovga. Atak уже bir 20 kun oldin chiqish kerak edi kamida ham. O'tsa lekin o'sib qoldi anchagina. O'zi ham joni kirib yapti mollarni. Birinchi marta chiqishi. O'tam lekin o'sib qoldi anchagina. Baribir ham kech chiqdi deyiladi. Bahor injiq keldi, muzlama qo'yavermadi. Mazza qilib yurishdi.